Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham bir qiziqarli mavzu egizak farzand ko'rish haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik oilalar egizak farzand ko'rishni niyat qilishadi, egizak farzand ko'rishni xohlashadi. Ayrimlar esa internetdagi turli xil ma'lumotlar, mahsulotlarni yeyish yoki qanaqadir uxlash, nimadir yesang egizak tug'asan degan cho'pchaklarga ishonib yoki o'shanaqa nima desak bo'ladi, po'shtonoq ichidagi faktlarni eshitib, ularga aldanib shu ishlarni qilishni boshlashadi. Xo'sh, biz sizga hozir quyida aynan isbotlangan faktlarni keltirib beramiz. Ya'ni ilm-fan tomonidan isbotlab qo'yilgan, ya'ni egiz farzand ko'rish nimaga bog'liqligi, yoshga bog'liqmi, o'zi nima, egizak farzand qanday bo'ladi, nimaga ayrim Hasan Husanlar o'xshashu Fatma Husan bo'lgan ikki xil jinsli yoki ayrim aka-ukalarning o'zi ham, ya'ni bir vaqtda tug'ilganlarning o'zi bir-biriga o'xshamaydigan har xil egizaklarning tug'ilib qolishi. Xo'sh, bunga urug'ida borligi, ya'ni qonida, naslida egizak tug'ish yoki tug'ilganlar borligi va bundan tashqari yana qanaqa mahsulotlar yoki qanaqa mashqlar va yana qanday isbotlangan usullari borligi haqida siz bilan to'liq gaplashishga, ya'ni sizga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, o'zi egizak farzand qanday paydo bo'ladi, qanday qilib dunyoga keladi. Bunda bitta tuxum hujayra, ya'ni egizaklar ikki xil bo'ladi. Bittasi monozigotali, ya'ni bitta tuxum hujayradan rivojlangan egizaklar va bittasi dizigotali, ya'ni ikkita tuxum hujayradan ikkita spermatozoid kelib urug'lantirish natijasida hosil bo'lgan egizaklar. Bular qanday farq qiladi? Masalan, siz hayotingizda ko'p uchratgansiz Hasan Husanlar, Fatma Zuhralar, ya'ni bir xil jins, buni e'tiborga oling, jinsi bir xil bo'lishi va bundan tashqari ular bir-biriga juda ham o'xshash bo'lishi. Ya'ni birga bir haqiqiy egizaklarning bo'lishi. Dizigotali bo'lsa, ikkita tuxum hujayradan ikkita spermatozoid orqali kelib urug'langan egizaklar hisoblanadi. Bunda yo bir xil jinsli bo'lsa ham umuman ko'rinishi har xil yokida ko'pincha ikki xil jinsli, ya'ni o'g'il qiz, qiz o'g'il jinsli farzandlarning dunyoga kelishi bu dizigotali, ya'ni ikkita tuxum hujayradan paydo bo'lgan egizaklar hisoblanadi. Bir tuxum hujayrali, ya'ni bir xil bir-biriga o'xshash bo'lgan egizaklar qanday dunyoga keladi? Ya'ni bitta spermatozoid urug' kelib urug'lantiradi tuxumni va bo'linish jarayonida ikkita amnion pardali deyilgan tushunchalar bor, lekin hali to'liq u isbotlanmagan. Monozigotali qanday egizak bo'lishi ikkiga bo'linib qoladi blastnomasi, ya'ni mitoz jarayoni boshlanadi, ko'payib ko'payishi va bu vaqtda ayrimlarda o'sha ikkiga bo'linib, ikkiga bo'lingan tuxum hujayra alohida bir-biridan ikkiga bo'linish, ya'ni bo'linib ko'payish jarayonlari, ya'ni mitoz jarayonlari davom etadi. Dizigotali bo'lsa, bu yerda ikkita tuxum hujayra yetiladi, ya'ni o'sha ovulyatsiya hayz siklida, ovulyatsiya davrida bir vaqtning o'zida bir xillarda bir nechta, bir xillarda ikkita tuxum hujayra rivojlanadi va unda kelib urug'lar, spermatozoidlar kirib urug'lantirgan vaqtda ikkita dizigotali embrion rivojlanadi, ya'ni ikkita embrion rivojlanadi bu yerda. Bunda jinslari o'xshash, lekin ko'rinishlari har xil yoki jinslari har xil bo'lgan egizak farzandlar tug'iladi. Buni o'sha ruslarda blizniyashka и двойняшка deyiladi. Mana shu bilan masalan farqlab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, bu nimaga bog'liq? Ya'ni egiz farzandlar tug'ilishi. Xo'sh, bu naslida bor degan gaplar ko'p uchragan, sizga uchratgansiz. Ya'ni urug'ida, ya'ni oldin uning avlodida egiz farzandlar ko'p deyiladi. Lekin bunda bitta farq bor. Xo'sh, kimning urug'ida, kimning naslida egiz farzandlar bo'lishi kerak avlodlarda? Bu aynan ayolning avlodlarida egiz farzandlar bo'lishi. Egiz farzand bo'lganda ham boya sanaganimizdek dizigotali egizaklarning bo'lishi bu ayolda ham egizak farzandlarning tug'ilish ehtimolligini oshiradi. Xo'sh, dizigotali bo'lishi qanday ro'y beradi? Bu nasli o'tadigan jarayon. Bu hamma farzandlarda ham kuzatiladi degani emas. Bu yerda faqat bir tomoni bo'ladi. O'sha hayz siklida yoki o'sha ovulyatsiya davrida deymiz, ularning moyilligi, ya'ni bir nechta follikullarning bir vaqtda yetilishga moyilligi bo'ladi. Bu boya sanab aytib o'tganimizdek, hech qachon har doim avlodida egiz farzandlar tug'ilishi kuzatilgan degani bu aynan sizning ayolingizda ham yoki o'sha sizda ham kuzatiladi degani emas.
Faqatgina ularda moyillik bo'ladi. U ham nasl-naslga o'tgan bo'lsa, o'sha ovulyatsiya davrida bir nechta tuxum xo'jaligining bir vaqtda yetilishi ro'y beradi va sog'lom spermatozoidlar kelib urug'lantirganda o'sha egizaklarning rivojlanishi ro'y beradi. Bu erkakning avlodidagi egizaklarga aloqador emas. Masalan, erim egizak Hasan Husan desa ham undan egiz farzand tug'ilish ehtimolligi ya'ni o'sha erkak kishiga bog'liq emas. Keyingisi bu yoshning ahamiyati bormi? Juda ham qiziq holat, lekin yoshning ham bu jarayonda ahamiyatga ega tomonlari bor ekan. Bunda ya'ni ayol kishining yoshi o'tgan sari unda egiz farzand ko'rish ehtimolligi yuqorilashib borar ekan. Bunga sabab ayolda o'sha fertil tizim juda ham rivojlangan, yaxshi eng yetuk davrda bo'lganligi sababli ayolda bir vaqtning o'zida bir nechta follikullarning yetilishi sodir bo'lishi mumkin ekan va shu bilan egiz farzand tug'ilish ehtimolligi oshar ekan. Lekin bu degani ataylab egiz farzand ko'rish uchun homilador bo'lishni kechiktirish kerak degani emas. Chunki bu ham hammada uchraydigan jarayon emas. Shunchaki bu kuzatilgan statistik ma'lumotlarda ehtimolligi yuqori bo'lgan ko'rsatkichlardan bittasi. Yana bir egizak bo'lishga ehtimollikni oshirish chora-tadbirlaridan bittasi bu fertillikni davolash usullari. Egizak farzandlar tug'ilish ehtimolligida tibbiyotning aloqasi juda ham kuchli. Bu yerda ayniqsa sizda farzandsizlik yoki urug'lanishni stimullash yoki follikullarning yetilishini stimullovchi davolar o'tkazgan vaqtda, ya'ni maxsus o'sha gormon terapiyalari yoki boshqa davo lecheniyalarni qo'llagan vaqtda ayollarda bu gormonlarning ta'sirida bir vaqtning o'zida follikullarning yetilishi, ya'ni bir nechtasining yetilishi ro'y berishi mumkin va bu yerda uning fonida bir nechta tuxum hujayralarining urug'lanib, undan egiz farzandlar tug'ilib qolish ehtimolligi yuqori bo'lishi mumkin. Lekin aynan egiz farzand ko'raman deb bu follikullarni stimullash bu sizga aks ta'sir qilishi mumkin, zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin, gormonal disfunksiyaga olib kelishi mumkin. Amerika meditsinasi va Amerika jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari boshqatdan Amerika sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan ham tasdiqlangan bir o'sha tushuncha bor. Farzandning soni ko'p bo'lishi emas, farzandlarning har bittasi sog'lom bo'lishiga e'tiborni qaratish kerak degan tushunchani birinchi o'ringa qo'yadi. Ya'ni sondan ko'ra sifat muhimroq. Chunki juda ham ko'p homilalik ayol uchun bu har doim ham yengil ish emas. Ya'ni bir nechta farzandni tanasida ko'tarib yurish bu juda ham og'ir jarayon va holat hisoblanadi. Bu ayolning organizmiga, bolaning ham rivojlanishiga kuchli ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, egizak farzand ko'rish uchun nima iste'mol qilish kerak? Internetda juda ham ko'pchilik ma'lumotlar bor. Sut mahsulotlarining, go'sht mahsulotlari, dukkakli mahsulotlar yoki anqoning urug'i, qovunning ildizi yoki boshqa shu kabi mahsulotlarni iste'mol qilish. Kunni quyoshiga chiqing, tunda uxlamang, yana nima irimlar yoki boshqa narsalar orqali sizning miyangizga turli xil ma'lumotlarni kirgizishga urinishadi. Lekin haqiqiy isbotlangan tibbiyotda hech qanday mahsulotni iste'mol qilishingiz, hattoki tomlalab yesangiz ham sizda egiz farzand ko'rish ehtimolligiga zarracha ta'sir qilmasligi isbotlangan. Dori iste'mol qilib, ya'ni dori ichib egiz farzand ko'rsa bo'ladimi? Ayrim preparatlar mavjud. Ular maxsus holatlarda follikullarni stimullash maqsadida ishlatiladi. Bu preparatlar aynan ayollarda follikula yetishmovchiligi yoki follikullar yetilmayapti degan tushunchalar juda ham ko'pchilik ayollarga tanish yoki eshitgansiz. Follikullar yetilmayapti degan, ovulyatsiya vaqti yetib keldi, lekin follikula yetilmayapti degan tushunchalar. Aynan shu vaqtda qo'llanadigan preparatlar bor. Ya'ni bu yuqorida aytib o'tganimizdek stimullash. Mana shunday paytda follikullarning bir nechtasi bir barakayiga yetilishi va bunda urug'lanishning, ya'ni ko'payishi, egiz farzandlarning tug'ilish ehtimolligi oshishi mumkin. Lekin boya sanab o'tganimizdan ham aynan egiz farzand ko'rish maqsadida bu preparatlar buyurilmaydi va o'zboshimchalik bilan qabul qilish ham tavsiya qilinmaydi. Nega shifokorlar egizak homilaga juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashadi? Egizak farzand har doim ham ikkita farzand, ya'ni ko'p sonli farzand degani emas. Bu juda ham katta e'tibor talab qiladigan, og'ir, juda ham kuchli mashaqqat talab qiladigan ayollar uchun holat hisoblanadi. Chunki
egizak farzandlar bor organizm ayollarning tanasi juda ham og'irlashib qolib, muddatdan oldingi tug'ruq yoki preeklamsiya, homiladorlik diabeti. Preeklamsiya bu homiladorlik davrida kuzatiladigan yuqori qon bosimining oshib ketishi hisobiga paydo bo'ladigan sudragi, ya'ni tutqanoq va tutqanoq oldi holatlari hisoblanadi. Farzandlarning, ya'ni homilaning vaznining kichik bo'lishi, tug'ilishdagi, ya'ni tug'ilishda bo'lgan turli xil muammolar, ayolning organizmiga bo'ladigan zararlar kabi holatlar uchrab turishi mumkin va yuqoridagi holatlar juda ham ko'p uchrab kelmoqda. Shuning uchun ham egizak homiladorlik, ya'ni egizak homila aniqlangan ayollar organizmiga juda ham kuchli va ko'proq e'tibor berish talab qilinadi. Shunday ekan, egizak farzand yoki farzandning bittada ko'p sonda tug'ilishdan ko'ra sog'lom, nechta bo'lsa ham sog'lom farzand ko'rishni maqsad qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Nima deymiz gapning oxirida? Xulosa qilib aytganda, yuqorida sanab o'tilgan yosh avlodlarda bo'lish holatlari, bular eng ko'p va shifokorlar tomonidan aralashuv va undan tashqari ekstrakorporal urug'lantirish, ya'ni ekolar. Bularda juda ham ko'p ehtimolligi bor egiz farzand tug'ilishini. Lekin bularning hammasi ham 100% natija degani emas-da. Ekoda sun'iy urug'lantirish orqali egiz farzandlar ko'rish mumkin. Buning ham farzandning tug'ilishi ehtimolligi ham 100% garantiyali emas. Buni siz juda ham yaxshi bilasiz. Ya'ni urug'lantirilgan, o'sha egiz urug'lantirdi deylik ham, lekin u bolani o'zi tug'ilishi yoki o'sha embrion rivojlanishi bu savol ostida qoladi. Shunday ekan, siz internetda turli xil dorilarni ichish yoki turli xil mahsulotlarni iste'mol qilish yoki haftaning mana bu kunda, haftaning bu kunda aloqa qilsang yoki oyning mana bu chizosida aloqa qilsang egiz farzand tug'asan degan uydirma gaplardan uzoqlashishingizni va ularga ishonmasligingizni, ilmiy faktlar talab qilishingizni ulardan so'rab qolamiz va umuman bunaqa gaplarga ishonmasligingizni tavsiya qilib qolamiz. Faqat isbotlangan meditsinadagi ma'lumotlarga tayanib ish ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bu video sizga shunchaki ma'lumot berish maqsadida tayyorlandi. Bulardagi qandaydir ma'lumotlarni tavsiya sifatida qabul qilmang va bundan da qiziqarli ma'lumotlarni kuzatish uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying.